U fors tilini bilmasdi, lekin nemis ofitserga fors tilini o'rgatdi. Nemis tilini filmlar orqali yanada yaxshiroq o'rganish mumkin. Agar u film ma'nan ham boy bo'lsa, unda nur ustiga a'lo nur. Nafaqat til o'rganasiz, balki ma'nan o'zingizga nimadir ola olasiz. Shunday filmlardan birisi ushbu film. Filmda bir yahudiy yigit tirik qolish uchun men forsman, men fors tilini bilaman deb yolg'on gapiradi. Aslida esa u forschani umuman bilmaydi. Nemis ofitseri uni tirik qoldirish evaziga undan fors tilini o'rgatishni so'raydi. Shunda u yangi tilni o'ylab topadi. Eine Sprache erfinden. Til o'ylab topmoq. Erfindet eine neue Sprache. U o'zini fors deb ko'rsatadi. Vorgeben, etwas zu sein. O'zini deb ko'rsatmoq. Gibt vor, Perser zu sein. U o'zini fors deb ko'rsatadi. U ofitserga yangi tilni o'rgatadi. Jemandem etwas beibringen, kimgadir nimanidir o'rgatmoq. Beibringen, o'rgatmoq. Bringt dem Offizier eine erfundene Sprache bei. Etwas erfinden, o'ylab topmoq. Men sizga ushbu filmni shunchaki ko'rishni emas, balki quyidagi tartibda tomosha qilishni tavsiya qilaman. Siz ham nemis tilida filmlar ko'rib turasizmi? Film ko'rishda nafaqat tilga, balki undan oladigan ma'naviy foydangizga ham e'tibor qarating.